Well done. Assalomu alaykum guys. Let's start today's lesson. Demak, bugundan boshlab grammatika darslarimizni boshlaymiz. Birinchi matnlarga kitobdan ishtirokdan. Buni hamma bilsa kerak. Essential Grammar in Use. Bu New York kitobi, bu Second Edition, ikkinchi marta ishlab chiqarilgan eng so'nggi varianti. Ya'ni bizda ko'p New York deydi, Raymond New Yorkning qizil kitobi. Bu birinchi o'sha beginnerlarga, ya'ni noldan grammatikani o'rganayotganlarga juda ham zo'r kitob. Ya'ni ko'p joylarda mana shu kitobdan grammatikani, masalan, shu 3 ta kitob bor, 3 ta kitobni tugatsa grammatikani normalniy olib chiqadigan kitob mana shu. Shu qizildan boshlaymiz bugun, xudo xolasa. Shu mavzudan ketamiz. Har kuni bitta ikkita mavzu o'tib ketamiz. Okay, guys, let's start today's lesson. So the first lesson gonna be to be, right, and it are. Okay, demak, bugungi mavzuyimiz to be fe'li haqida bo'lar ekan. To be fe'li biroz tushuncha beramiz. To be fe'li bo'lmoq degani. Ingliz tilini o'qishni boshlaganingizdan hammada to be fe'lidan boshlaydi. To'g'rimi? To be fe'li bu bo'lmoq, ya'ni bitta fe'l bu ham ma'nosi bo'lmoq ekan. Mana shu 3 ta shaklga ega. Mana shu 3 ta shakl ingliz tilida deyarli 100% dan 75% ishlatiladi. Boshqa ko'p qo'llaniladi. Bular am, is, are. Bular hammasi to be fe'lning shakli. 3 ta shakli bor ekan. Bular am, is, are. Okay? Mana shu 3 tasi hammasini biz to be deya olamiz. Ya'ni hammasi kelsa ham bular to be, ya'ni bo'lmoq fe'li bo'lib keladi. Bularning farqi nimada? Bularni bizda to be fe'lni o'rganishdan oldin bitta narsa bor bizda. I, he, she, it, we, you, they degan shaxslar bor. Mana shularni biz oldin pronounlarni o'rganishimiz kerak. Keyin to be bilan bemalol bularni bitta qilib olamiz. Bular pronounlar, ya'ni mana shaxslarga nisbatan ishlatiladi. I degani men, he, she, it. Bularni hamma biladi, yana bir marta aytaman. We, you, they bu ko'plik shaklida ishlatiladi. Bu yerda I men, he o'g'il bolaga nisbatan, she qiz bolaga nisbatan, it jonsiz narsalar yoki hayvon ismlariga nisbatan ishlatiladi. We bu ko'plik shaklida biz, you siz, they ular. Bu you senga ham ishlatiladi, lekin ingliz tilida sen, ya'ni santirash yo'qligi sababli bizda you'ni faqat siz deb ishlanadi, ya'ni siz, sizlar deb ingliz tilida ko'plik shaklida olingan. Okay? Mana shu shaxslarda, ya'ni pronounlarda kelsa biz mana shu am, is, are'larni ishlatamiz fe'l yasashda, bironta gap yasashda fe'lni ishlat. Ya'ni qaysi fe'lni? To be fe'lni. To be fe'li bu yerda nima? Am, is, are. Misol uchun I, men, endi I ga nisbatan biz am qo'yishimiz kerak. I am a student desam, men talabaman. Bu yerda am talabaman, ya'ni talabaman deb bu yerda am mana shu tarjima bo'lyapti, fe'l bo'lib bizda. Okay? Mana shu bizning fe'limiz am. Bu yerda ko'rinib turibdiki, biz I ga nisbatan amni ishlatamiz. Endi qolgangacha he, she, it ga nisbatan biz it, we, you'ga, ya'ni ko'plik shakllarga are ishlatamiz. Buni hech qachon yodingizdan chiqarmanglar. Questionlarda, ya'ni so'roq shaklida am, is, are oldinga chiqadi. Misol uchun I am a student desa, bu yerda am I a student bo'ladi. Am I a student bo'ladi. Bu yerda so'roq shakli keladi. Correct? Inkor shaklida not tushunchasi am dan keyin, ya'ni fe'ldan keyin not tushunchasi qo'shiladi. I am not a student bo'ladi. Bunga ko'p to'xtalib o'tmayman, chunki bu vasha oson mavzu. Darrov kitobdan o'tib ketamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz nima ekan? Am, is, are. Am, is, are. Bu yerda bir nechta misollar berilgan. I am 22, ya'ni men 22 yoshdaman deyapti. My name is Lisa. Mening ismim Lisa. Bu yerda I am ishlatilyapti. Chunki I ga nisbatan biz am ishlatamiz dedik. Bu yerda nimaga meni o'zi qo'ygan? Chunki bu qisqartirilgan shakli bo'lgan. Okay, my name is Lisa. Bu yerda nimaga Lisa ga nisbatan? Lisa bu bitta shaxs, qiz. Shuning uchun she to'g'ri keladi. Bunga she ga nisbatan biz is ishlatamiz. Shuning uchun bu yerda is bor. I am American. I am from Chicago. Men amerikalikman. Men Chicagodanman deyapti. I am a student. Men talabaman.
My father is a doctor. Nimaga my father is qo'yilyapti, am qo'yilmayapti. Am faqatgina I'ga, ya'ni menga ishlatadi. Bu yerda my father bu mening dadam, ya'ni he'ga to'g'ri kelyapti. He'ga biz it ishlatamiz. Mother she'ga to'g'ri keladi. Bunga is ishlatamiz. My mother is a journalist. I'm not married. My favorite color is blue. My favorite sports are football and swimming. Bu yerda qarang, sports deyapti. Ya'ni mening yoqtirgan sportlarim, ha? Ular futbol va swimming. Bu yerda are ishlatilyapti. Nimaga? Chunki ikkita sportni aytib ketyapti. Futbol bilan swimmingni aytyapti. Okay? I'm interested in art. Men artga ham qiziqaman deyapti. Okay. Demak, keldik bu yerga. Positive, negative. Bu yerda qaranglar. Mana shular hammasi qisqartirilgan shakllar berib bo'lgan. Masalan, I am desa bu yerda faqat biz apostrof qo'yib I am yozamiz. He, she, is desa mana is, are bularga his, she, its. We use theyga we are, you are, they are. Okay? Bu yerlarda mana o'zi ko'rsatilgan I'ga nisbatan am, he, she, itga is, we use theyga are ishlatilmoqda. Negativda, ya'ni inkor shaklida biz not tushunchasini fe'ldan keyin tushiramiz dedik. I am not. He is not, she is not, it's not. Bu yerda qarang, ikki xil usuli bor ekan qisqartirish shaklini. He is not yoki he isn't. Bu isn't o'qilinadi mana. He is not yoki he isn't. Okay? She's not yoki she isn't. It's not, it isn't. We are not, we are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Mana shular. Endi misollarga o'tamiz. I'm cold. Can you close the window please? Men sovuqatyapman. Iltimos derazani yopa olasizmi deyapti. I am 32 years old. My sister is 29. Men 32 yoshdaman. Singlim esa 29 yoshda. My brother is very tall. He's a policeman. Mening akam bo'yi juda baland. U politsiyachi deyapti. Okay? Bu yerda qarab o'tsak, hammasini tana I'larga nisbatan am, my brotherga, is, Johnga, is, soatga nisbatan is, youga nisbatan are, men va Annaga nisbatan are, your keys, ya'ni kalitlarga nisbatan are ishlatilyapti. Mana bu yerda bitta narsa aytib o'tamiz, qaranglar. Anna and I are good friends deyapti. Ingliz tilida bironta nom bilan o'zingizni aytmoqchi bo'lsangiz, oldin o'sha nomni aytib, keyin o'zingizni aytasiz. Mana shunaqa qoida bor. Misol uchun, bitta sizga test berilyapti, DTMda. Okay. Let's say nuqta qo'yyapti. And yana nuqta. nuqta ketyapti keyin misol uchun our best friend. Pastda a javobda berilyapti. I virgul my father. Misol B javobda berilyapti. My father and I. Bu yerda birov yozib tushunarsiz bo'ldi. And mana ikkita narsa qo'yib ketgan. Bu yerda misol uchun birinchisiga aytamiz, ikkita javob ham qarasak to'g'ri. Misol uchun my father and I are best friends yoki I and my father are best friends. Bu ikkalasi ham agar nima qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Lekin buning ingliz tilida mana shu hozir shu ko'rganimizdek birinchida boshqa odam, ikkinchida asosiy o'sha odam agar o'zingizni ishlatsangiz I ikkinchida keladi. Okay? Mana shu uchun shuni yodingizdan chiqarib qo'ying. Got it? Demak bu yerda Ann and I are good friends. I am tired but I am not hungry. Bu yerda inkor shakli ishlatilyapti. Tom is interested in politics. He's interested in music. Interested in degani qiziqadi. Bu in bilan birga keladi. Okay? They are Australian. It's sunny today but it's warm. Bu yerda mana that bo'lyapti. There is bo'lyapti. Here is bo'lyapti. Thank you. That's very kind of you. That's very kind of you. Naqadar yaxshi degani. Look, there is grace. Here is your key. Thank you very much.
Okay. Bunga ko'p qarab o'tish shart emas. Hamma biladi. Faqat masalanni bitta ishlab ketamiz. Bir ikkitasini men yozib qo'yaman, qolganini ishlab ketamiz. Okay? Demak, they are. They are ni qanday yozamiz? They qilamiz. Apostrof qo'yamiz, ray yozamiz. Mana shu they are bo'ladi. Yoki you are not desa ikki xil usuli bor dediga you are not. You aren't bo'ladi yoki ikkinchisi you ga qo'shiladi. You ga ray qo'shiladi. You are not bo'ladi. Shu ikkitasidan foydalanamiz. Qolganlarni ham yozib ketasiz. Tepadan urgani. Bu yerda am, is, are qo'ying deyapti. Bittasini qo'yib keting deyapti. Demak, birinchisiga qo'yibdi. The weather is nice today. Nimaga weather ga is qo'yapti? Weather bu itga to'g'ri keladi. Ya'ni it bu biron narsaga jonsiz narsa. Weather bu jonsiz narsa. Shuning uchun biz it qo'yapmiz. Ikkinchisiga I ga nisbatan biz aytdik. I ga har doim am qo'yamiz. Bag bu sumka. Sumka nimaga to'g'ri keladi? Itga to'g'ri keladi. Demak, itga nisbatan biz this bag is this bag. Bu yerda qaranglar bag, ya'ni ko'plik shaklida beriladi. Ko'plik shaklida biz arni ishlatamiz. Look, there is bu yerda nechta bir dona qaror bor. Demak, ismga nisbatan biz is qo'yamiz. My brother and I. Mening akam ukam va men deyapti. Demak, ikkita odam bo'lgani uchun are. Bunda Anna bitta qiz bo'lgani uchun is. Her children. Bu yerda child bu bitta bola, children desa bolalar deyapti. Bolalar degani sababli are. Bu yerda I ga nisbatan am. My sister bitta sister bo'lgani uchun is bo'ladi. Got it? Bu yerlarda write full sentences. Use is not, are not. Bu yerda hammasini bitta qilib yozinglar deyapti. Is not, are not tashlab ketilgan. Ularni qo'shib keting deyapti. Demak, birinchisi your shoes are very dirty. Dirty degani bu yerda yozibdi not clean, ya'ni toza emas. My brother a teacher. Bu yerda fe'l tushib qolgan. Fe'l nimadan keyin? Egadan keyin fe'l keladi. Ega bizda my brotherdan keyin bizda fe'l kelish kerak. Endi brother ni yozamiz. My brother ega bo'ldi. Endi fe'l kerak. Fe'l tepada bor. Is not, are not. Bu xohlagan faqat is yoki is not qo'yamiz. Bu yerda a bilan are not bo'lmaydi, chunki bitta brother. Demak, is my brother is a teacher. Is a teacher yoki is not a teacher. Qaysi birini xohlasa qo'yaveramiz. Bu yerda this house. Bu xona deyapti. Not bor bu yerda. Demak, bizda o'sha not ligini olamiz. Bu yerda this house not very big. Isn't very big. Very big. Bu xona juda ham katta emas. Okay? Bularni o'zinglar qilasizlar. The shops not. Shops bo'lgani uchun are bo'ladi, not bo'lgani uchun are not. The shops are not open today deganni qilamiz. Bu yerlarda o'zinglar haqida yozasizlar. Mana misol uchun name, ismingiz nima? Name desa mana my name is yoki I'm from I am from I'm from Uzbekistan. Age, job, married, favorite color, interested in. Misol uchun I am interested in English and history. Right? Okay, my favorite color is blue or black. Shunaqa qilib yozib qo'yamiz. Bu yerlarda write sentence for the pictures. Bu rasmlarga qarab tepadagilarni yozinglar dedi. Bularni nima qilamiz? O'rganib olamiz. Nima degani? Afraid, qo'rqqan. Bu yerda qaysi biri qo'rqyapti? Mana shu 4-rasmdagi qo'rqyapti. Ilonni ko'rib qo'rqyapti. Demak,
to'rga afraid bo'lar ekan. Bu o'g'il bola bo'lsa he is afraid. Endi angry jahli chiqqan, oltida bor, oynisini unchalik jahli chiqqan. Cold qaysi biri? ikkida. Cold, hot uchta, hungry beshta, thirsty birinchida o'zi qo'ygan. Mana shularni hammasini joyiga qo'yib yozib ketamiz. Bunga ham xuddi shunaqa, faqat pozitiv yoki negativ, yoki pozitivmi yoki negativmi shunga qarab o'zingiz haqingizda yozgan bo'ladi. Misol uchun I am interested in politics yoki I am not interested in politics, yoki I am hungry yoki I am not hungry. It's warm yoki it's not warm today. I am afraid of dogs or I'm not afraid of dogs. Bittasini qo'yib ishlatib ketamiz. Got it? Bir yo'la buni ham aytib o'tdim. MR questions, ya'ni so'roq shaklida qanaqa keladi? So'roq shaklida to be'lar oldinga o'tadi. Mana I am desa am I, is he, is she, is it, are you, are we, are you, are they, what's your name? So David, are you married? Are you? Bu yerda are oldinga o'tyapti. No, I am single. How old are you? Are you a student? Hammasida are, ya'ni to be oldinga o'tyapti. Ya'ni fe'l oldinga o'tyapti. Am I late? Men kech qoldimmi? No, you are on time. Yani vaqtida kelding. Is your mother at home? No, she's out. Are your parents at home? No, they are out. Is it cold in your room? Yes, a little. Biroz deyapti. Onang sovuqmi desa. Your shoes are nice. Are they new? Ular yangimi deyapti. Ya'ni to be oldinga o'tyapti. Hammasida qarab ketsa, keyin bu yerda WH questionlarimiz bor. WH questionlarni shu where, what, who, how, why. Bular har doim to be dan oldin keladi. Okay? Mana qaranglar. There is to be dan oldin nima kelyapti? Where kelyapti. Ya'ni WH questionlar har doim to be dan oldin keladi. Ya'ni fe'ldan oldin keladi. Qanaqa nimada bo'lsa ham bular so'roq shaklida har doim oldinda turadi. What color is your car? How are your parents? How much? Where are you from? How old is Joe? Why are you angry? What's the time with jail? Who's that man? How's your father? Bular hammasi oldinda. Shuni ham yodda tutamiz. Endi Cda short answer, ya'ni qisqa javob berish. Yes, I am. No, I am not. Savol qanaqa bo'lsa, o'shanga nisbatan, sizga nisbatan bo'lsa I am deysiz. Bunga nisbatan bo'lsa yes, he yoki she is, it yoki we'ga nisbatan bo'lsa yes, we are, yes, you are, yes, they are bo'ladi. Yoki no, I'm not, no, he is not, no, she is not, no, we are not bo'ladi. Okay? Are you tired? Bu yerda qarang, you ga nisbatan siz, bu sizga nisbatan berilyapti. Bu yerda o'zingizga nisbatan javob beryapsiz. Are you tired? Yes, I am. Okay? Are you hungry? No, I'm not, but I'm thirsty. Bu yerda is your friend, and demak bu do'stingiz haqida ketyapti. Sizning do'stingiz inglizmi desa, yes, he is. Ha, u ingliz deyapti. Ya'ni he ga nisbatan, do'stingizga nisbatan aytyapti. Are these your keys? Bu kalitlar siznikimi desa, yes, they are. Ha, ular meniki. That's my seat. No, it isn't. Bu mening joyim desa, yo'q, bu sizniki emas. Bo'lyapti. Okay, got it. Bu yerda ham so'roq shakllarini qo'yamiz. Faqat yozib ketamiz. Birinchisi, where is the camera? Kamera qayerda deyapti. Demak, deb qo'yibdi bu yerda in your bag, ya'ni sumkangda deyapti. Is your car blue? Sening mashinang bluemi deyapti. Demak, bu yerda London, bu umuman xato. No, I am not. Bu yerda I am ketyapti. Demak, bizga nima kerak? Carga nisbatan carga it bo'ladi. Demak, biz it topishimiz kerak. Yes, you are. My sister black. Black ham to'g'ri kelishi mumkin, lekin bizga nima kerak edi? It kerak. Bu yerda demak no, it's black. Demak, it is black. Bu yerda no bor, it's black. Ya'ni bu sening bluemi desa yo'q deyapti, bu qora deyapti. Bunda faqat qora deyapti. Shuning uchun buni ola olmaymiz. Biz bu yerda no bilan borligini olamiz. Demak, ikkinchiga s bo'ladi. Bu yerga yozib qo'yamiz. Is Linda from London? Linda Londondanmi desa, bu yerda London deya olmaymiz. Chunki biz javob berishimiz qisqa javobda yes yoki no javob bo'lishi shart. Demak, u Londondanmi desa yes topamiz. Bu yerda yes you are bo'lyapti, lekin Linda u she bo'ladi. Demak, bu xato. Bu yerda
Yana bitta javobimiz bor. No, she. Demak, u haqida ketyapti. Linda qiz bola. She's American. U amerikalik ekan. Demak, biz to'g'ri javobimiz H bo'ladi. Am I late? Men kech qoldimmi deyapti. Menga nisbatan bo'lsa, bu yerda qaysi javob? I am. Bu xato. Chunki bu yerda I am bo'lyapti. O'zi shaklida gapirdi. Bu yerda o'ziga nisbatan aytyapti. Am I late? Men kech qoldim desa, sen kech qolding. Yo'q, sen kech qolmading deyapsan. Sizga to'g'ri javob C bo'lar ekan. Demak, yes you are. Ya'ni sen kech qolding bo'ladi. To'g'ri C bo'ladi. Okay? Qolganini ishlab qo'yamiz. O'zi 4 ta bo'lsa, yana 4 ta qoldi. Make questions with these words. Use is yoki are. Bulardan savol tuzinglar. Is yoki are ni ishlatinglar deyapti. Demak, interesting your job. Bu yerda nima deyapti? Sening ishing qiziqarlimi? Demak, bu yerda biz is ishlatamizmi, are ishlatamiz. Buni bilish uchun biz oldin egaga qaraymiz. Ega bizda ko'plikmi yoki birlikmi? Masalan, bu yerda egamiz parent bo'lganligi uchun bu ko'plik ekan. Birinchida birlik ekan, you mother. Bu yerdachi your job, ya'ni sening kasbing. Bitta job emas, job bo'ladi. Demak, bu birlik. Demak, birlikda is qo'yamiz. Your job is your job interesting. Interesting, ya'ni sening ishing qiziqarlimi deyapti. Bu yerda endi 4ta the shops deyapti. Ya'ni bu yerda se bor, bu ko'plik shaklida. Ko'plik bo'lganligi sababli are ni qo'yamiz. Are the shops open today? Ya'ni bugun ochiqmi? Shoplar deyapti. Okay? Bularni o'zimiz bajarib qo'yamiz. Complete the questions. Demak, WH question qo'yib chiqamiz ekan. How are your parents? They are very well. If you say the bus stop at the end of the street. The bus stop degani avtobus to'xtaydigan joy, avtobus turadigan. Mana shu qayerda deyapti. Ya'ni avtobus turadigan joy qayerda deyapti. Demak, nima bo'lmaydi? Avtobus turadigan joy nima bo'lmaydi? Chunki nima bo'lsa bu yerda javob berilyapti. Ya'ni ko'chani oxirida deyapti. Demak, qayerdaga biz where ni ishlatamiz. Where. Demak, bu yerga where bo'ladi. Where degani qayerda degani, who degani kim degani, what nima, how qanaqa. Demak, your children 5, 6 and 10. Nima deyapti bu yerda? Sening bolalaring qayerda bo'lsa 5, 6 yoki 10 demaydi. Sening bolalaring kim desa 5, 6 yoki 10 demaydi, Qaysi bo'ladi? Where's your children? How is your children? Who is your children? What's your children? Okay. Qaysi biri? Demak, qaranglar, bir bo'lmaydi. Who'chi? Sening bolalaring qaysi? Bu yerda qaranglar. 5, 6 and 10 deyapti. Bu 5 degani 5, 6 degani 6, 10 degani 10. Bunga qarab aytsak biz nechta deyapti, Nechta? Endi 5 ta, 6 ta, 10 ta demaydi. Bu yerda ismlarni aytyapti. Ismga nisbatan kelyapti. Shuning uchun biz aytib qo'yamiz who, These orange. Bu yerda endi uning narxi qancha demoqchi. How much this orange desa 1.20 a kilo. What's your favorite sport? Skiing. We'll give what? The man in this photograph. That's my father. Bu kim desa bu mening dadam deyapti. Who is a man bo'ladi. Oxirida buning rangi qanaqa? What's the color your new shoes? It's black. Read the answers first. Birinchi javoblarni o'qib, keyin savol tuzing deyapti. Paul, demak ism Paul ekan. What's your name? Ikkinchisi I am married deyapti. Bu yerda married or single. Demak, bu yerda savol berishimiz kerak. Are you married?
Are you married or single? Are you married desa no. Are you married or single? Ya'ni uylanganmi yoki uydoqmi desa I am married. Men uylanganman deb. American. Are you American desa no, I am Australian. How old are you? I am 13. Are you a teacher? No, I am a lawyer. Write short answers. Ularga qisqa javob yozinglar deyapti. Are you married? No, I'm not. Are you thirsty? Yes, I am. Is it cold today? Yes, it is. Okay, no, it is not. So this shu ikkitasi yetadi bugunga. Okay, guys. That's all. Faqat mashqlarni bajarib ketamiz. Birinchisi bu oson bo'lganligi uchun tez o'tib ketdi. Ertadan bitta mavzuni chiroyli qilib o'tamiz. Xudo xohlasa. Have a good day.